Bugungi kunda yurtimizda 140 ta muzeylar faoliyat ko'rsatadi. Ularda 2 milliondan ortiq eksponatlar mavjud. Shunday ma'naviy meros namunalari saqlanadigan muzeygohlardan biri Temuriylar tarixi davlat muzeyidir. U Sohibqiron Amir Temur tavalludining 660 yilligi munosabati bilan 1996 yil 18-oktyabr kuni ochilgan. Muzey binosi o'zida Temuriylar davri va zamonaviy me'morchilik san'ati uslublarini mujassamlashtirgan. Balandligi 31, tashqi diametri 70 metr, ichki diametri 50 metrni tashkil etadi. Bino 3 qavatdan iborat bo'lib, birinchi qavat xizmatchilar uchun xonalar, ikkinchi va uchinchi qavatlar muzey ekspozitsiyalari joylashgan. Bino Amir Temur davridagi saroylar ko'rinishida qurilgan bo'lib, uning o'zi bir muzeydir. Doira shaklida katta qubbali gumbazi, ko'p ustunli ochiq ayvoni bor. Gumbazi mohir usta naqqoshlar tomonidan chizilgan. Naqshlarga oltin suvi yuritilgan. Muzeyga kiraverishda ekspozitsiyani asosiy qismi devoriy tasviriy san'at asari usta birlashmasining qoshidagi sanoyi nafis a'zolari tomonidan chizilgan. Bu muzey asosan Amir Temur va uning avlodiga bag'ishlangan muzey hisoblanadi. Demak, Amir Temur tarixda kim bo'lgan? Buyuk sarkarda, buyuk bunyodkor, ilm ahliga homiylik ko'rsatgan, buyuk bunyodkor, buyuk Ipak yo'lini rivojlantirgan, Qur'on ilmini, hadis ilmini bilgan, elatlarni millatlarni birlashtirgan buyuk sarkarda homiy sifatida tariximizda sanaladi. Mana shu xislatlarni hisobga olgan holda O'zbekiston Respublikasi Prezident tomonidan kelajak avlod uchun mana shunday chiroyli muzey saroy barpo etib berildi. Bu muzey 1996 yil 18-oktyabrda Amir Temurning 660 yillik yubileyiga bag'ishlab ochilgan. Mana shu ko'rib turgan binoyingiz 8 oy ichida qurib bitkazilgan. E'tiboringizni devoriy tasviriy san'at asariga qarataman. Bu asarimiz Buyuk Sohibqiron, Buyuk Bunyodkor deb ataladi. Asar usta birlashmasining qoshidagi Sanoyi nafisi guruh a'zolari tomonidan chizilgan. Mana shu asar uchun Kamoliddin Bekzod nomidagi davlat mukofotiga sazovor bo'lishgan. Bu asar 3 qismga bo'linadi. Birinchi asar tug'ilish, ikkinchi asar yuksalish, uchinchi asar faxrlanish deb ataladi. Birinchi asarga e'tiboringizni qarataman. Birinchi asarda bir nechta ayollarimizni ko'rib turibsiz. Mana shu ayollarimiz Amir Temurning tug'ilganligi munosabati bilan bayramona kayfiyatda beshik to'ylarini o'tkazishyapti. Demak, humo oqishi, baxt qushini Amir Temurga tushib turgan ilohiy nazar ham ko'rsatilgan. Bu ramziy ma'noda Amir Temurga nigoh tushib turgan humo oqishini kelajakda buyuk inson bo'lib yetishishiga ramziy ma'noda urg'u berib o'tilgan. Yuqorida esa yulduzlarning markazida qo'y tasviri ko'rsatilgan. Aprel oyi qo'y burchiga mansub. Amir Temur 1336-yilning 9-aprelida Shahrisabzga yaqin bo'lgan joyda Xo'jailg'or qishlog'i, hozirgi paytda Yakkabog' tumanida dunyoga kelganligidan dalolat beradi. Ikkinchi asarimizda esa Amir Temurning yuksalgan payti ko'rsatilgan. Eng yuqorida oltin harflar bilan Amir Temurning shiori bitilgan, rosti rus deb, ya'ni to'g'rilik najotdadir deb. Shiorning ikki tarafiga quyosh va oy tasviri tushirilgan. Quyosh qudrat ramzini ifoda etsa, oy to'lilik ramzini ifoda etadi. Quyosh pastdagi farishta oq mato ustida adolat qilishini keltirib tushirmoqda. To'lin oy pastdagi farishta esa yashil mato ustida muqaddas kitob Qur'oni Karimni Amir Temurga tushirib keltirmoqda. Bu esa Amir Temur davlatni adolat yuzasidan ish yuritib, Qur'oni Karimga amal qilgan holda boshqarganligidan dalolat beradi. Asarimizning markazida esa Amir Temurning o'zini o'ychan qiyofasi ko'rsatilgan, taxt o'tirgan qiyofasi. Atrofida vazirlari, ulamolari, harbiy bahodirlar bilan birgalikda mashvarat o'tkazayotgan chog'i ko'rsatilgan. Taxtning orqasida esa Amir Temurning buyrug'i asosida qurilgan ulkan binolarning tasviri tushirilgan. Bular chapdan Shahrisabzdagi Oq saroy binosi, markazda Turkistondagi Xo'ja Ahmad Yassaviy maqbarasi va o'ng tarafda Samarqanddagi Bibixonim jome masjidi va Shohzinda ansambli ko'rinishidan lavhalar o'rin olgan. Asarimizning quyiroq qismida esa 4 ta shahzoda Amir Temurning butun dunyoga tanilgan buyuk nabiralari bobosining tuzuklarini mutolaa qilayotgan chog'i ko'rsatilgan. Bularni chapdan sanab o'tamiz. Eng birinchisi Muhammad Sulton o'tiribdi. Shu davrda bobosiga o'xshagan epchil zabardast jangchi bo'lib o'tgan tariximizda. Ikkinchisi Mirzo Ulug'bek, buyuk munajjim, olim, podshoh sanaladi. Amir Temurning eng suyukli nabirasi bo'lgan. Uchinchisi Sulton Husayn Boyqaro. Sulton Husayn Boyqaro Amir Temurga avlodlarining qatorida 4-avlod bo'ladi. Hirot o'lkasining podshohi sanalgan hamda buyuk mutafakkir Mir Alisher Navoiy bilan do'st tutingan. 4-inchisi Zahiriddin Muhammad Bobur. Bobur Amir Temurga avlodlarining qatorida 5-avlod bo'ladi. Hindistonda
podshohlik qilgan. Ulardan o'lmas yodgorlik bizaga Toj Mahal maqbarasi saqlanib qolingan hanuzgacha. Endi Xo'ja Ahmad Yassaviy maqbarasining eshigidan chiqib kelayotgan Sofiy va Qalandar darvesh qiyofalari kiritilgan. Bu esa o'sha davrda ilmga, yorug'likka intiluvchi insonlar ham yashab o'tganligidan dalolat berib turibdi. Ustunga suyantirgan sharq go'zali esa o'sha davrdagi barcha munis ayollarimizdan unlashgan qiyofasi bitta mana shu ayol obrazida mujassam etilgan. Tariximizda nafaqat Temuriy shahzodalar, Boburiy shahzodalar, balki Temuriy malikalar, Boburiy malikalar ham o'z o'rniga ega bo'lishgan. 3-asarimizda esa nuroniy Mo'ysafid bobo ko'rsatilgan. Mana shu bobo o'zining qo'lidagi tarixni, merosni o'sib kelayotgan yosh avlodga faxriylar topshiryapti. Ulug'bekni fanga qo'shgan ulkan hissasiga ishora tarzida Ulug'bekni rasadxonasining yerto'lasida joylashgan qo'shoyli kvadrant ko'rsatilgan. Ulug'bek bu fanda qo'shgan ulkan hissasiga ishora tarzida Samarqandda hanuzgacha o'sha rasadxonani yerto'lasida saqlanib qolingan aziz mehmonlar uchun va Samarqanddagi Amir Temur maqbarasi ko'rinishi ham ko'rsatilgan. Bu esa maqbarada Amir Temurning ruhlari orom olayotganligidan dalolat beradi Samarqand shahrida. Yulduzning so'nib tushishi Amir Temurning umri tugaganligidan dalolat berib turibdi. Uni yuqorisida esa yulduzlarning markazida Dalv burji ko'rsatilgan. Fevral oyi Dalv burjiga mansub. Amir Temur 1405-yilning 18-fevralida Xitoyga yurish boshlaganda O'tirar degan shaharda 69 yoshida qattiq xastalanish orqali olamdan ko'z yumadi, Samarqandga olib kelib dafn etiladi. Asarimizning quyiroq qismida esa Ariqdagi suv manzarasi ko'rsatilgan 3 ta bo'limda ham. Bu esa umrning suvdek oqib o'tishiga, dunyoda faqat yaxshilik va ezgulik doimo boqiy ekanligidan dalolat beradi. Mana shu 3 ta asarimizning umlashgan bitta mazmunni beruvchi buyuk mutafakkir Mir Alisher Navoiyning 2 misra bayti ham yozilgan. Bu gulshanchira yo'qdir baqo guliga sabot, ajab saodat erur, qolsa yaxshilik bilan ot deb asarimiz yakunlanadi. Temuriylar davri O'zbekiston tarixi sahifalarida eng shonli davr hisoblanadi. Temur tuzuklarini Amir Temur o'z davlatini mustahkamlash, boshqaruv tizimini samarali yuritish va adolatni ta'minlash maqsadida yaratgan keng qirralarni qamrab olgan muhim hujjatdir. Temur tuzuklari bizani hozirgi kundagi bizani qomusnoma konstitutsiya kitobini asosiy negizi bo'ladi. Amir Temur o'sha davrda Temur tuzuklarini yozgan. Demak, 2 qismdan iborat bo'lgan. Birinchi qismida Amir Temurning hayot faoliyatini yoritib beruvchi qism bo'lsa, ikkinchi bandida esa o'sha davrdagi yashab o'tgan podshohlardan tortib to oddiy fuqarochi bo'lgan insonlarni tutun vazifalari, burchlari nimadan iboratligi yozib qoldirilgan. Mana shunday qonun tarzida bitilgan kitob sanaladi. Bizlarni muzeyda ko'rib turganingiz esa 19-asrda Turkiya tomonidan bosib chiqarilgan farsiy tildagi nashrni ko'rib turibsiz. Ilgari demak qog'oz ayniqsa ishlab chiqarish Samarqandda eng cho'qqiga chiqqan davr hisoblanadi. Hunarmandchiliklarning qatorida birinchi ilk bor qog'oz Xitoyda ishlab chiqarilgan bo'lsa, O'rta Osiyo hududida esa Samarqandda bosib chiqarilgan. Eng arzon ham sifatiga javob beruvchi eng qimmatbaho qog'ozlarimiz Samarqand qog'ozlarida ko'p shoirlarimiz, yozuvchilarimiz, tarixchilarimiz mana shu Samarqand qog'ozidan foydalanishgan, o'zlarini o'sha manbalarini, o'sha barcha she'rlarini, g'azallarini, barcha tarix tafsiliga doir bo'lgan ma'lumotlarni mana shu Samarqand qog'ozida bitishgan. Amir Temur Temur tuzuklarining 12 sinf toifasiga bo'ladi. Mana shu muzey atrofidagi 12 ta ustimizdagi yozuvlar ham shunga amal qilgan holda shior tariqasida yozib qo'yilgan. Temur tuzuklari farmon va nizomlar to'plami. Unda davlat boshqaruvi, harbiy yurishlar va siyosiy qarashlar haqida so'z boradi. Qo'lyozmani o'rta asrlarda asl nusxadan Abu Tolib Husayniy tarjima qilgan. Temur tuzuklari bu bizni tariximizdagi eng noyob asarlardan biri. Jahon tarixchilari bizni tariximizda mana shunday katta va muhim asar borligidan faxrlanadilar, havas qiladilar bizga. Bu Temur tuzuklari tariximizdagi qomuslardan biri desak bo'ladi. Kitobni asl nusxasi haqida ko'p so'rashadi. Temur tuzuklarini mana Abu Tolib Husayniy aytadiki, shu kishi qilgan tarjima. Amir Temur sobiq Amir Temurning o'zlari ham aytadilarki, men buni o'z tilimda yozdirdim deydilar. Keyin fors tiliga ham tarjima qilingan. Abu Tolib Husayniy aytadiki, men Yaman podshohligida bo'lganimda kutubxonasida shu bitta kitob topib oldim. Bu Temur tuzuklari ekan. Shuni tarjima qilib, uni kimga boradi? O'sha paytda Boburiylar edi Hindistonda.
o'shalarga olib borgan. Boburiylarga olib borgandan keyin boburiylar ham bu kitobni ko'rib yana qaytadan ko'rib chiqqan va shu nusxa bizga yetib kelgan. Olamgirni davrida 1780-yillar bular. 1760-yildan boshlab temir tuzuklariga inglizlar qiziqa boshlaydi. Va mana shu mayor Devi degan kishi bo'ladi. U kishi do'sti bilan keladi. Qarang, shuning uchun, shuni topish uchun keladi. Va podshoh bilan yaxshi bo'lib oladi bular. Aytadiki, podshohdan kutubxonangizdan foydalanaylik. U paytda shunaqa bir narsani esga olinglar. U paytda agar Abu Tolib Husayni o'zining nomidan chiqarganda mumkin emasdi. Sabab u paytda kitoblar faqat podshohlar ruxsati bilan chiqardi. Qiyin edi u paytda o'z nomingiz bilan chiqarish. Bu kitobni jamiyatga podshohning nuqtai nazaridan saroydan o'tib keyin ommaga berilardi. Mana bu jihatni esdan chiqarmaylik. Bugun kitob chiqarish oson, lekin u paytda xalqqa beriladigan kitob 1000 ta chig'iriqdan o'tkazib keyin berilardi. Qarang qanaqa bo'lgan bizning hukmdorlar. Yana yengil-yelpi nima qilgan? Hech qachon yengil-yelpi nima qilmagan. Bitta kitobni o'nlab nima xattotlar ko'chirgan va o'nlab uni xatoni tuzattirganlar. Masalan, bir varaq ko'chirgandan keyin uni albatta xatosi, nima uchun xato yo'q? Uni xatosi xattotlar shu darajada bo'lganki, o'zi olim bu. O'zi yirik mutaxassis. Ko'chirayotgan paytda ham nima qilgan? Xato o'tkazmasligi kerak. Mayor Devini 1793-yil 15-sentyabr yozgan maqolasi bor. Temur tuzuklar haqida. Aytadiki, Amir Temurni tuzuklarini o'qimagan odam, Amir Temurni yaxshi bilmagan odam u haqda ijobiy fikr bildira olmaydi. Uni bilish kerak deydi. Bu odam deydi, bu inson, Sohibqiron Amir Temur deydi, buyuk shaxs deydi, buyuk hukmdor, buyuk bunyodkor. Uni deydi bilgan odam deydi, men uni o'zi aytadi, havas bilan yozar ekan maqola. Va temir tuzuklarga juda katta baho bergan. Temur tuzuklarining eng ahamiyatli jihatlaridan yana biri shundaki, u yosh avlodning barkamol yetuk inson bo'lishida ma'naviy qo'llanmadir. Bugungi kunda ham temir tuzuklarga bo'lgan, bilasizlar, ko'z qorachig'iday asraymiz va bu kitobni nusxalarini mana chop etilyapti, xalqqa yetkazilyapti. Endi mana shuni domla Habibulloh Solih domla bugun juda zo'r xattot kishi bilasizlar, mohir xattot, bilimli odam. Shu kishi o'zlari ko'chirib mana muzeyga sovg'a qilganlar. O'sha kishini qarang, chiroyli. Xattotligi qarang, qanaqa chiroyli ko'chirganlar. Juda chiroyli, husni xatda. Bu kelganlar ham ko'rib, mana 1000 marta gapdan ko'ra, eshitgandan ko'ra 1 marta ko'r deydi. Mana ko'rib, shu yerda mana suhbatlar bo'ladi. Ya'ni muzeyga kelgan kishi bir ko'rib ketsin, qanaqa bo'lgan. Bu yerda shu o'sha Amir Temurni bir qism temir tuzuklaridan o'sha nasihatlar berilgan. Amir Temurni o'gitlari va ko'rsatmalari shu yerda joylangan. O'sha tushirgan, shularni ko'chirib berganlar nusxa uchun. Qani edi yoshlarimizga shuni ko'proq chiqarib temir tuzuklarini, chunki mana shu bitta gaplari bor, bolalarni yig'latmangiz, gunoh azim bo'lar degan gaplari bor. Behuda emas. Agar buni mana shu o'qish yozishni bilgan, masalan 4-sinfdan deylik, 5-sinf bolasi o'qiy boshlasa, ertaga tayyor mutaxassis bo'lib chiqadi-ku. Tayyor inson bo'lib chiqadi. Bunda hamma narsa bor. Men o'ylaymanki, temir tuzuklarni yoshlarga kichkina kitoblar qilib, rasmlar bilan qilib yuborsak, biz nima qilgan bo'lamiz? To 11-sinfgacha tayyor mutaxassis, tayyor yaxshi fazilatli inson qilib tarbiyalagan bo'lamiz. Temur tuzuklari va temuriylarga oid noyob ashyolar bilan tanishgan tomoshabin ajdodlarimiz merosidan faxr va iftixor tuyg'ularini his etadi. Shu bois bu bebaho merosni asrab-avaylash va kelajak avlodlarga yetkazish har birimizning muqaddas burchimizdir.